Trekkerda o'zimiz qiynalganimiz uchun sizlar uchun bitta video qilib beraman. Ya'ni sizlarda ham shunaqa holat bo'ladigan bo'lsa, albatta shu joyga qarashinglarni maslahat beraman. Ya'ni bu trekker mashinasi o'zimizga qarashli mashina, rolda tirqlagan paydo bo'lib qoldi ovoz. Ya'ni gaz bossangiz tirq qitadi, tormoz bossangiz tirq qitadi, luft qilganingizda tepa pastga luft bor. Buni xullas kalom rolovoy sistemasini yechayotganimizda shu bo'l uzilib ketib qoldi. Shu sababli torpedagacha yechib oldik-da, mahkamlash uchun. Bu yog'i oddiy pachivnilar hammasi joyida ekan, tagida rolovoy upravleniyasi shu, ya'ni elektronika. Hech qanaqa ayb yo'q ekan. Buni yana qaytarib qo'ydikda, ko'rganimizda bu narsa qimirlaganga o'xshaydi. Dedim, shu narsadan chiqyapti deb yaxshilab quloq solganimizda akalar shu joydan chiqdi mana. Shu bo'l, ya'ni shu bo'l bo'shab qolgan ekan. Rolni TV pastga, mashinada nagruzkada rolni o'silib dinasizlar, bir nagruzkada shunaqa holatda ovoz chiqyapti. Keyin shu bo'ldi shundoq qo'tirganimizda shu ovoz yo'qoldi. Shu bitta arzimagan bo'ldi. Chunki bu ovoz kundan kunga kuchayayotgandi. Shu arzimagan bo'ldi bo'shab ketgan sababli bizni shuncha ovoragarchilikka majbur qildi. O'zimiz qiynalganimizga yarasha sizlarda shunaqa holat bo'ladigan bo'lsa, albatta shu joyini bitta qotirib ko'ringlar. Shunga o'xshash joylardan e'tibor berib, qarab, aybini topib olishinglarni maslahat beraman. Biz qiynaldik, sizlar qiynalmang deb degan maqsadda video qilib berdim. Videoga like bosib, barcha ustalarga yuborib qo'ying.